Yaxshimisizlar? Mr. Mira, yaxshimisiz? Sinim siz bilan bu sinimiz biza bilan haligi tavayinga chiquvdilar. Shundan keyin shu sinimizga ham menimcha biz ozgina ilhom berdik va bu sinimizni ham ijod qilishni boshladilar. Ekran ketdi, zapis hamada. Yo, ekran zapis oddiyroq gaplashamiz prosta. Chunki o'zi hamma o'rganibdi, o'zini kontentiga qo'yibdi, meni kallamni kesib. Ovora bo'lmay qo'yinglar, bekorga galereyadagi telefondagi pamyatni to'ldirmanglar. So'kinmayman, boshqa qilmayman, spokойно gaplashsak. Bo'lmasa uni ham gaplashmay ham qo'yaveramiz. O'sha qo'rqib ham qoldim. Yaxshimisizlar o'zingizlar, tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Hozir zavtrak qildim-da. Ko'chada. Zavtrakmi, obedmi nima deydi? Yaqin yo'qidan turdim. Los Angelesmi degani bor. Los Angelesmi nima? Las Vegasmi? Los Angelesmi degan ovqatlanadigan joy bor-ku. Los Angelesmi degan. O'tirib qaradim-da. Qarab tursam bir 4 tami 5 ta. Yo 4 ta yo 5 ta, menimcha 5 ta edi. Dastavka kurtkasini, sumkasini osib olgan yosh bolalar. Ну, где-то 22 yoshmi, 20 yoshmi ukalarimizda. Qarab turdim-da. Bechoralar zakazini tayyor qilishini kutib turishibdi. Oyoqlaridan bundoq qaradim oyoqlariga. Mana bu ko'cha qor pishkom yurar ekanda ular. Oyoqlari bilchillab yotibdi-da. Bechoralarning oyoqlari bilchillab zax o'tib ketganda shu bolalarning oyog'idan. To'g'ri, hamma ish qiyinchiligi bor. Sho'pirga ham oson emas. Issiqqina mashinada o'tirgan bilan orqasi misol uchun haligi gemoroy bo'ladi, boshqa bo'ladi. Hamma ish o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Ofisda ishlash ham o'ziga. Lekin bularga men nima demoqchiman? Uzoqdan olib keldim gapni. Yosh yigitlar hayotda bir narsaga erishaydi, harakat qilishyapti-da. Men eng jahlim chiqayotgani shu bugun ko'rgan 5 ta dastavshik ukalarimizni bo'lmadi deganda 3 tasi yo 4 tasi uylanadi. Yo baribir hammasi uylanganda yo 3 tasini yo 4 tasini ayoli juda katta ehtimol bilan hayotimni tajribasidan kelib chiqib aytaman, juda katta ehtimol bilan g'irt, nonko'r, pidaras, tvar, isqirt bo'lib chiqadi. Va bu bolalarni, bu yaxshi bolalarni, bu mehnatkash bolalarni harakatini, mehnatini, oilasi uchun qilayotgan ishlarini 99% holatlarda qadrlashmaydi. Bitta yo ikkitasida omadi kelib qolishi mumkin. Chunki hayot tajribamdan kelib chiqib aytaman, uyim joyim emas, ko'cha, kayf sapoq degan pidaras choyxonalarda ichib, chakib, nas bo'lib, ishtoniga sik chichib qo'yib kerak bo'lsa, nas yuradigan erkaklarning toifasi bor-da. Nas yuradigan erkaklarning toifasi bor. Saunadagini ham sikadi, qo'shnisining eshigini ham sikadi, hamma baloni qiladi, sigaretni ham, nashani ham chekadi, gazanda, qarzlarga botib, xotini qo'shimcha ish, ularni eng alam qilgani o'shanaqa erkaklarni xotinlari itoat ham qiladi jalab, qo'rqadi ham, uni kirini ham yuvadi, kutini ham artadi, sig'inadi halinga. Lekin mana shu oilam uchun o'zini o'tga uradigan, cho'qqa uradigan bolalarni 70-80%dan 10 ta boladan, shunaqa bolalarning 10 tasidan 7 ta 8 tasini ayoli hayotiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, oyoq osti qilib, toptab onasini amiga tiqatdi oilani. Ana undan keyin mehrli non bergan qo'llarni qadriga yetmasdan tepib, basharasiga urib, oyog'i bilan tepib yashaydiganni oyog'ini o'pib yashaydi-da. Bu hech kimga bir pasiv emas, prosta hayotiy tajribamdan kelib chiqib aytyapman va bu statistika 10 ta shunaqa yaxshi boladan 7 ta 8 tasi deyotganim bu hozir boshlanishi. Bu internet, bu Instagramda anu
isqirtvacha o'ranib olib turib ideal hayotni ko'rsatayotgan blogercha qizchalar bor-ku, isqirtvachalar. Ana ayollarni qanaqa yashashga o'rgatayotgan super psixolog ayollar bor-ku, bular ko'paygan sari haligi satnasheniya, haligi foiz ham ko'payib boradi. Ya'ni yaxshi oilam, uyim, bolam, chaqam deydigan mehnatkash tirishqoq erkaklarni 10 tasidan 7 tasini qadriga yetishmadi, 2-3 yildan keyin 10 tasidan 10 tasini qadriga yetmaydigan darajaga kelyapmiz. Hozir nimaga gapiryapti bu gapni deyishinglar mumkin. Men sizlarga mana shuncha paytdan beri aytgan gaplarni to'g'ri chiqyapti. Telefonchi akasini ham gapirdim, boshqa blogerlarning hayoti haqida gapirdim, orzu qilmaylar ularning hayotini, ularning hayotidan sizlarga zo'r dedim. Hamma gaplarim vaqt o'tib tasdiqini topib kelyapti. Ya'ni ihsonchiligiga ishonmaylar dedim. Ana bitta qiz butun O'zbekistonni itarib turib mashina oldirdi, o'ziga uyim yonib ketdi deb. Bularning hammasini folbin bo'lishi shart emas. Hayotda insonlar bilan ko'p muloqot qilaversangiz, har xil sohadagi bank xodimi, davlat xodimi, ko'cha, fohisha bilan kerak bo'lsa isqirt, gazanda, o'g'ri, to'g'ri bilan gaplashaversangiz, siz odamni o'sha rengning qilishni boshlaysiz-da. Oldindan plus qilasizda, barobarini chiqadigan darajaga kelib qolasiz. Shuning uchun nima demoqchiman? O'sha mehnat qilib yurgan ukalarimiz, oilamni ham tortishim kerak, ertaga uylanaman, xotinni ham ehtiyojini qondirishim kerak, farzandlarim bo'ladi deb tirishqoq yurgan ukalar, tayyor turinglar, sizlarni juda katta sinov kutyapti va juda katta afsuski razochirovание kutyapti. Razochirovание bilasizlarmi nima degani? Ko'ngil qolishi. Hayotga mana motivatsiya bilan, entuziazm bilan, hozir harakatlar bilan ko'zingiz olovga yonib, dastavshikman, keyin dastavshikimga bitta mashina olsam, ko'proq daromad qilaman, keyin u mashinani vikipga chiqarib qo'yaman, arendaga, o'zimga boshqasini olaman deb endi zo'r bo'laman deyotgan ukalarim yoki akalarim sizlarga katta ehtimol bilan shunaqa nonko'r, noinsof uchraydi. Chunki siz ular uchun harakat qilasiz, aytganini harakat qilib olib berishga harakat qilasizda va o'sha holatda katta ehtimol bilan u ayollar nima qiladi bilasizlarmi? U ayollar o'zini kundan kunga men kislorodman deb o'ylashni boshlaydi. Mansiz yasholmaydi. Siz unga majburiyatingizni, erkaklik burchingizni ado qilayotganingizni u zaslabist olishni boshlaydi. Bu meni kompot bo'lib qolgan, bu jalab amimga sig'inadi, mendan boshqa ammi prezident qilmaydigan qilib qo'yganman deb u sizni oyoq osti qilishni boshlaydi. Men sizga aytayapman shu gapni. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Katta ehtimol bilan hozirgi sevgi muhabbat qilib yurgan yoshlar, sevgi muhabbat qilib yurgan 10 ta yoshdan, sevgi muhabbat qilib uylangan, oila qurgan 10 ta oiladan 7 ta 8 tasi поливают не тех цветов, ya'ni kerakli gullarni sug'ormayapsizlar. Shunaqa. Kerakli gul esa bu ona bo'ladi. Onamizga qancha e'tibor, qancha yo'g'ingizda, boringizda, endi u banalniy gaplar, uni hamma biladi. Men aytishim shart emas. Uni o'zi blogerlar sal mavzusi bo'lmasa shu yo chiqib ona haqida gapiraveradi, yo ota haqida gapiraveradi. Bundan 200 yil oldin gaplar, 2000 yil oldin gaplarni gapiradi, u trendda. Uni hamma biladi. U bazaviy minimum sog'lom fikrlaydigan, pingvinga sig'inmaydigan, sog'lom fikrlaydigan insonlar buni hamma yaxshi biladi. Og'ir kuningda narkoman bo'lsang ham, alkash bo'lsang ham, hech narsang yo'q bo'lsa ham seni faqatgina ona sevadi. Erkak kishini esa hurmati afsuski pul bilan. Shuning uchun siz mana hozirchi dastavkadagi ukalarimiz, balki taksidagi ukalarimiz yoki misol uchun bozorda oldi sotib yurgan, oyog'iga mana qorda botib yurgan ukalarimiz sizlarni katta sinov kutmoqda. Men hali ko'rmadim shunaqa yaxshi bolalarni sevgan qizi yoki turmush o'rtog'i благодарный bo'lganini ko'rmadim. Lekin ana isqirt, mashka, mashaynik, o'g'ri, kreditlar olib uyiga chirizding, eshik taqlatib kelib, ering qani pidaras, menga должен deydigan isqirtlarning ayollari mana shu stoyka посмирно turadi ular. Shu jala har doim xizmatda. Shuning uchun yoshlarga bu ozgina motivatsiya bo'lsin. Motivatsiya bo'lsin. Ehtiyot bo'linglar. Men sizlarga prosta bunaqa narsa men ham hayotimda bo'lib ketgan. Uy, bizga ham ko'p ishlar qilishgan.
qachon odam bo'lasan, men seni odam bo'lishingni kutamanmi deganlar ham bo'lgan. Mana odam ham bo'ldik. Odam shu darajada bo'ldikki, boshqa odamlarga yordam beradigan darajada bo'ldik. Boshqa insonlarga uylarni sovg'a qiladigan, moshlar sovg'a qiladigan darajaga ham Allohim ulug' qilib qo'ydi. Albatta, rizqimiz shunaqa ekan. Demak, shu boshida ozgina o'sha insonlarni bizni barakamizni ozgina qisib turib Allohim sinamoqchi bo'lgan ekan va atrofimizda toza insonlar qolishini xohlagan ekan. O'sha kema cho'ksa birinchi kalamushlar tark etadi deydi. O'sha kalamushlar ketgan. Tushundinglarmi? Shunaqa. Shuning uchun haligi oilaviy psixolog, blogercha ayollar chiqdi. Rosa ko'paydi-yu, va ularni 2-3 kundan beri bir ikkitasini ko'rib, "Balla, kommentiga kirayotsan, mendan profilim sal mashhurroq." O'zim ham oxirgi payt yana trendga chiqib qolganimga jalab ustimdan yozib yuborishmasin deb komment ham yozmay o'tib ketyapman. Voy, ularni gapirayotgan gaplarini, ularni berayotgan maslahatlariga borku, biz erkaklarga shunaqa qarshi u vashshe bilat bitta gapga 10 ta gap gapirishga tayyorlayapti-da. Bitta gapga 10 ta gap gapirishga tayyorlayapti-da haligilar. Ko'rib qo'rqib ketyapman. O'sha bloger ayol, psixolog bloger ayol o'zlarini ana tayyorlayotgan auditoriyasidagi ayollar bor-ku, shularning erlarini ko'rib turib, ko'chada ko'rib qolsam, qattiq quchoqlagim kelyapti. Aslam Artek ukajonim, assalomu alaykum chempion ukam. Mana ukamga obuna bo'lib qo'yinglar. Aslom ukamga, chunki bu ukamiz hali dunyoning eng kuchli kamarlarini O'zbekistonga olib keladilar. O'sha erkaklar o'sha quchoqlab, "Brat, sabrli bo'ling. Biz siz bilanmiz" degim keladi, gohida bor. Siz bilan vayn olish uchun nima qilish kerak? Nozimaxon biz yaqinda Tailandga safar qilganimizda bir hafta vaqtim bekor ketmadi. Muxlislar sizlarga ham aytib qo'yay. Endi katta ehtimol bilan shu to'xtamga keldimki, menimcha qizlar bilan vaynlar olmasam kerak-ku. Yana bilib bo'lmaydi. Men ham chiroq настроениyaman, lekin hozirgi holatim va hozirgi yosh ko'rsatkichim va qilib qo'ygan ishlarim va meni kuzatuvchilarim orasidagi yosh ulug'lar, onaxonlar, singillar borligini hisobini olib va meni ba'zi bir holatlarda qarindoshlarim kuzatishadi. Shuni hammasini yig'indi qilgan holat albatta meni dunyoda birinchi o'rinda o'zim fikrim qiziq, lekin insonlarning ham men haqimdagi fikrlari albatta menga bu важный. Shuning uchun menimcha katta ehtimol bilan endi oldingidagi emchak katta, kut katta qizlar bilan vayn olmasak kerak. Kontentim yo'q bo'lib ketadimi? Instagramimga hech kim kirmay qo'yadimi? Mendan kechib yuboradimi 4 million odam? Meni oq qilib yuborishadimi? Bilmayman, atpiska qilishadimi, boykot qilib yuborishadimi? Shunaqa shu bir hafta Tailandda ozgina yurib vaynlar olamiz bolalar bilan yoki aktrisa qizlar bilan, faqat +18 ga aloqasi yo'q vaynlar, to'g'riroq bir sahna ko'rinishlar olishimiz mumkin, lekin ana qizlarni olib chiqib maydonga menimcha o'zimizga yarasha vaqtida xatolar qilgan ekanmiz va insonmiz, xato qilguvchimiz, endi sal uyatli bo'lyapti. O'shanga menimcha bundan buyog'i video qilsak ham faqat ibratli mana shunaqa yaxshiroq narsalar olib chiqamiz, xudo xolasa. Shunaqa gaplar.
Mayli keyinroqda faqat maylimi? Kim? Rashid akami? Ha, bo'ldi. 2 soatlardan keyin qo'raversinglar, zal kirib ketyapman-da. Xo'p, shef charchamang. Ko'na bitta şey. Tak, o'zingizlarda nima gaplar? Yaxshilar. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Sizlarni yomon deb bo'lmaydi, chunki har bir inson o'zini har doim yaxshiman deb o'ylaydi. Hamma inson o'zini har doim eng aqllisiman deb o'ylaydi. To'g'rimi? Va men hammadan kuchli, hammadan chiroyli yoki ayol kishi go'zalman deydi. Figuram ham o'zi bir 80-90 kilo yoki 100 kilolik biqinlari chiqib ketgan, payin pachkasi yo'g'an to'g'ri bo'lsa ham figura emchi tiziga tushib qolgan bo'lsa ham baribir o'zim eng latofatli, eng jozibador, eng zo'riman deydi. Bolalar bo'lsa o'zi g'irt gazanda, tivar, isqirt, yarim Toshkentni pulga uxlatgan, jalab Xbet, Mosbetga hayotini ham, oilasini ham, xotinini ham tikib olgan, lekin u nima deb o'ylaydi o'zi haqida? Men eng halolman, eng zo'rman. Men maktabda ham zo'r edim deydi. Hamma yaxshi, o'zi haqida hamma fikr, hamma yaxshi jalab. Hamma yaxshi bo'laversa, hamma farishta bo'laversa, do'zaxga kim tushadi yana be? Ha? Uni Alloh biladi. Endi deyman-da, hamma aqlli, hamma pizdes, hech kim kapak urmagan, hech qaysi qizlar o'zinikini uqalamagan, hech qachon boshqa yigitga suqi kirib qaramagan, hech qaysi bola to'yga borganda ani qizni itarib qo'yay deb qaramagan. Na u bola geymi shunda jalab. Yo sog'lig'i joyida emasmi? Hamma idealni, hamma vafodor. Hech kim hojatga borsa orqasidan axlat tushmaydi, hammadan rang-barang zefirlar tushadi. Idealni. Lekin bilad, 24 soatga orqasiga, oldiga, yoniga kamera o'rnatib qo'ysang-da. Proslushkalarni qo'yib qo'ysang-da. Shef qanaqasiz? Charchab qolmasin? Kayfiyat yaxshimi? Yuring ozgina yuguraylik. Xudo xolasa. Bugun 1,5 soat cross yugurishimiz kerak. Nima bo'lsa bo'ldi. Qarigan chog'imizda kerakmiz. Nimaga havas qilaman? O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p. Nima deyotgandim? Nima deyotgandim? Jala mana shunaqa fikr bo'linib ketdi. O'zi anaqada men bir suhbat ko'tarsam, negiziga kirib borishni xohlayman-da, shu payt applikatsiya qilsam, yana orqaga qaytib, endi cho'qqiga chiqayotgan bo'ladi-da, keyin mundoq yana orqaga qaytib ketadi. Eslatinglar, nima deyotgandim? Nima deyotgandim? So'rashimdan oldin jalab mana o'zi mana shunaqa bo'lib qoladi. Miya ham ko'rinmas bo'lib qoladi. Yoshingiz o'tgan sari, yoshligingizda bor miya, yosh o'tgan sari ko'rinmas bo'lib qoladi. Nima ko'r. Xatga qo'yamiz endi bu moshin jonivorni. Tak. Nima deyotgandim? Eslab to'ringlar, ey. Sifatingizni gapiryapsiz. Qaysi sifatda? Ha, kamera qo'yish kerak. Ha, men hech kimni aldamaganman. Qo'shnim yangi mashina olsa, men faqat unga havas qilganman. Men ayolimdan boshqa ayolga hech qachon qaramaganman. Men hech kimni aldamayman. Men eng yaxshisiman degan insonlarni hamma joylariga datchik qo'ysang-da, 1 sutkaga, 2 sutkaga, mayli 1 haftaga, men ko'proq baribir kimnidir qiliqlari 1 haftada 1 marta keladi. Kimdir qiliqlari har kuni, haligi nojo'ya qiliqlar, ya'ni insonga to'g'ri kelmaydigan yibanuti qiliqlari yokida. 1 haftaga dedik, 1 hafta. Idealman degan odamni olib chiqaylik 1 haftaga. Lekin unga bildirishimiz kerak emas. U agar bilib qolsa, u 1 hafta ideal bo'lib beradi. Shu tomonlari borda, shuni kelishgan holatda shu chotini orasidan boshlab ko'zini linzani o'rniga kamera qo'yish kerak, u ko'z qatlaga qarayapti. Miyani ichiga o'rnatish kerak, shunaqa datchik bo'lish kerak. U miya nimalarni o'ylayapti, bir narsani ko'rib qolgan payt. Shuni hammasini, albatta buni hammasini Alloh biladi. Lekin biz
o'zimizga shunaqa bir texnologiya yaratsak-da, mashinalarga datchiklar, proslушкаlar, hamma joyga telefonlarni, WhatsApp'larini, Telegramlariga dostuplarimiz bo'lsa, Instagramlariga dostuplarimiz bo'lsa, ani 2-3 profillarigacha o'zi ani o'tda vajohatli, pizdes takoy, xarizmatичный, sportsmen, kachuk, anu gaplarni o'ylab gapiradigan odamlar u haqida pizdes deb o'ylash kerak-ku endi u haqidagi u pizdes o'ylash uchun bu harakat qiladi. Chiranada kelgan salomlashishdan boshlaydi-ku. Assalomu alaykum deydi. O'shanaqalarga bir kameralar o'rnatib tashlasangda bor-u. Hamma narsalarni ani kamera tushib qolganda tiz cho'kib suv ichadiganlar yoki ani qizlar men sizdan oldin bor yo'g'i bitta yigit bilan gaplashuvdim. Taqdir emas ekan. Mashina urib ketdi. O'ldi. Shundan beri bironta yigit xat yozsa ham javob yozmayman. Sizga javob yozganimni bitta sababi siz menga oliyjanob va boshqa bir marta itarib tashlab ketadigan yigitlarga o'xshamadingiz. Yerga qarab turing. Iboli, xayoliy deb o'ylang. Siz ham gapiring, men ko'p gapirib qo'yapman, ayol kishi kam gapirish kerak. Keyin bola ham, u ham hech qachon aytmaydi-ku. Men pidarazman, tivarman, seni faqat itarib tashlab ketmoqchiman. Demaydi-ku. U ham o'zingiz tushishiga qaraganda bizga juda ma'qul kelib turibsiz. Shu desangiz, ikki yosh bir-birimiz yaxshi o'rgansak, ertaga bir kinoga taklif qilsam sizni bir hali sizdaqa odoblik. Instagramga ham kirmaysizmi? Telegramga ham kirmaysizmi? Gap yo'q, zakritik qilib qo'ygansiz. Menga sizdaqa qizni Xudoni o'zi yaratdi. Itoatligini nima deydi? Inom etdi. U aytmaydi-ku jalab u ham. Men ham bir pidarasman. Hayotda qancha ishlar qilganman demaydi u. Har doim ikkita yosh bir-birini faqat biladi. Zo'r tomonlarni ko'rsatadi jalab. Ikkita olam to'qnashuvi jalab. U ham ani qiz ham biladi. Miyasida zaprogrammirованный onasi tushuntirgan, iboli bo'lasan, hayoliy bo'lasan, tejilib qolgan bo'lsang ham aytgasan, unaqa emasman deysan yoki dachaga borganimda tabletga solib qo'yishibdi deb aytasan, boshqa qilasan, o'zim o'ynab qo'yganman demaysan, o'zim qichigan demaysan-da, faqat qizim shunaqa jetvan yoqasan, yig'laysan, psixologik nima deydi? Erkak kishi ko'z yosh yaxshi ko'radi, gap bo'lmasa tiz cho'kasan, u miyaga qo'yib olgan u programmajalar ketgan. Заводской настройкада u. Заводской настройка. Bu ham haligi kuruklarda yurgan bo'lsa, erkak qanaqa bo'lishligini eshitgan bitta ikkita okalardan. Hozir ko'payib ketdi-yu, ana mujskoy motivatorlar ham bilan. U ham naxotatsa qilgan, o'zi hayotda boshqa, lekin nargi insonni ideal 5 tagan hojakani rolini o'ynash kerak. Anaqa nomahram qo'lingizni ushamayman. Shu desangiz, to'ygacha bir narsalar qilib turish uchun bitta domla ekan bor. Shuni oldiga borib halollab qo'yamiz. Hop, begim ma'qul. Bizdes jala. Nagliki, nagli maqsadim короче o'sha. Maqsadim zo'r bo'lsa-da, sen sovchilikka borgan uyingda shu televizorni pult qo'y. А ты даешь заводские настройки? Я никакие заводские настройки никому ничего не даю. Я уже в жизни никому ничего не даю. Hech kimga maslahat ham bermayman. Просто maslaga gapirib, kuldirib o'tiribman. Men dalboyo'q bo'lsam. Men jinni deb tasavvur qilaylik. O'zi bu dunyoda hamma jinni. Jinnixonadagilar faqat u qo'lga tushib qolganlar xolos. Ya'ni har bir inson o'zini jinni tomonlari, qiliqlari, hech kimga bilmaydigan anaqalari bor. Spor o'ynab aytaman, mana shu 2800 ta odamni har birini hech qachon hech kimga aytmaydigan o'zini pinxona siri bo'ladi. U har xil yo'nalishdagi sir bo'lishi mumkin. U lesbiyanki bo'lishi mumkin, kod bo'lishi mumkin,
qayerdadir qatag'ida gunoh qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Akasini xotiniga nito qarab qo'ygan bo'lishi mumkin. Itarmoqchi bo'lib, bitta oilada yashayotgan bo'lsa, o'zi u ham noto'g'ri. Bitta oilada 5 ta 4 ta aka-uka yashashi o'zi noto'g'ri. Bu noto'g'ri, mumkin emas. 5 ta aka-uka yo 4 ta aka-uka va 4 ta yo 5 ta kelin bitta oilada bu mumkin emas, bu noto'g'ri. Buni oila anaqasi nima deydi, yillar davomida izuchat qilingan bu narsa noto'g'ri. Chunki agar 4 ta 5 ta aka-uka bir-biriga silishkim zo'r, hurmat, tarbiya bu olamda zo'r bo'lgan bo'lsa, bu 5 ta kelinni tarbiyasi u olamdan kelgan. Ya'ni boshqa oiladagi tarbiya, u boshqa shaxs tug'ilishi, katta bo'lishi, yangi yilni kutishi, ro'za Ramazonni o'zini tutishi, uyqudan turganda birinchi bo'lib nima qilishi, uyquga ketganda nima qilishi, bu boshqa sformirованный личность. Bu yoqdagi akasi yo ukasi zo'r ideal bo'lsa, bu yoqda kelin o'ynashib qo'yishi mumkin. Bu yomon narsa. O'shancha imkoniyat bo'lganda alohida yashash kerak-da. Albatta hozir hammasi moliyaga taqiladi, alohida uy har bitta odamga oson emas, lekin bu yomon narsa-da. Sizlar statistikani bilmaysizlar, gapiraverasizlar, bir-birini anaqa yoqib qolishi mumkin bir-biriga. Ukasi sal pachoqroq, akasi sal govdaliroq, u kelin bolaga govdali yoqardi, majbur degan bunga tegib qo'ygan. Mana shunaqa tomonlari bor-da, shunaqa nozik nuqtalari, joylari bor-da. Faqat o'zingizni qiynamang. Shayton bor, shayton. Bu yomon. Hammamizni itaradi. Ko'p gap eshakka yuk. Yo'q, bitarish emas. Bir-biriga gijgijlaydi, u ovsin mavzulari bor, konkurensiya boshlanadi. U aka-ukani chaqlab qo'yadi, bir-biriga tili uzun kelin. Keyin aka-uka butun umr onasini qordan tushgan aka-uka bitta xotini gapiga urushadi, pichoqlashadi, boshqa bo'ladi. Bitta faqat intimniy tomon emas, boshqa mavzular ham bor-da bu yerda. Bilasizlarmi? Bu juda bir Короче, давайте, ребята, у нас подготовка, у нас бокс. Shuning uchun тренировка qilinglar. Bunda cho'fka narsalar ko'p. Qaysi narsalar? Ha? Buni qo'yinglar. Men 4-aprelda katta ehtimol bilan Humo arenada urushaman, professional boksda. Boksyor bilan. Kelasizlarmi yo'qmi? Shundan gapiringlar jalab. Ko'rinmas zarbalardan uraman. Kelasizlarmi? Yo'q, kelmaysizlarmi? O'zingizcha, aka, biz sizni hurmat qilamiz. Biz sizni uchun deysizlar. Mana shu siz qilish kerak emas. Yer chopish kerak emas. Boshqa qilish kerak emas. Taklif qilsam kelasizlar. Shuning uchun mana hozir har kuni trenirovka kerak bo'lsa 2 mahal. Kachokni ham urishni bilishini yo urisha olishini biz amalda ko'rsatmoqchimiz, do'stlar. Aslida kachoklarning muskullari katta bo'ladi. Menda o'sha muskul katta joyi qolmadi. Oldin qo'llarim onasining 47 edi, hozir 40 qolgan. Oyog'imiz soni 75 edi, hozir 62 qolgan. O'sha kachok emasman men, o'sha figuramni ham kichkina qilib qo'yganman. O'sha tezliklar bo'lishi uchun, charchab qolmaslik uchun shu narsalar qilinyapti. Shunga bolalar, qizlar kelinglar podдержкаga. Ertaga kaltak yesam ham men yutgan bo'laman, kaltak yemasam ham men yutgan bo'laman. Ya'ni u yerda g'olib faqat bitta bo'ladi. Assalomu alaykum. Ana, kayfiyat yaxshimi? Qanaqasi? Ishlayapti. Nima pishirasizlar sizlar? Faqat shirinlikmi? Go'sht bormi? Hozir zaldan tushay. Xo'p, rahmat. Nima deyotdim? Men mabodo yutqazsam ham men o'zimni yutdim deb o'ylayman. Sababi hayotda shuncha narsalarni qilib, hamma narsaga erishib, bodybuildingda ham chempion bo'lib, bayroqlarni ko'tarib va u sportda ham yana bu sportga o'tib va bu sportda ringga chiqish darajasiga chiqish uchun o'zimda kuch, shijoat, vaqt, imkoniyat, motivatsiya topa olganimni o'zi bu uje men o'zimni g'olibman deyman. Agar
omad bu yutib qolsam, u undan ham zo'r. Omad bu yutib qolsa, u undan ham zo'r. Shuning uchun kelinglar. Mana shu bola meni poylab keldi-da. Mayli bolalar. Men zalga ketdim. O'zinglar ehtiyot qilinglar.